Gollandiya parlamentidagi xamço söhbətində Uighurlarning Xitayning Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarida ishlashga majburlanganligi va Gollandiya hukumatining bu jihatda tashabbuskorlik bilan ish qilishi kerakligi muzokara qilindi. Gollandiyaning tashqi savdo va taraqqiyot hamkorlik ministri Sigrid Kak vakillarining talabiga ijobiy inkas qaytarmaganligini bayon qildi. İgillenişçe, Gollandiya parlamenti aldığın qatda 2021 yıldaki xamçot söhbətində Tashqi münasibətlər və Taraqqiyot Ministerliğinin xamçotini müzakirə qılğan. Yığın jarayonida har qaysi siyosiy partiyalar Uyg'urlarning jazo lagerlarida ishlashga majburlanganligini o'ttirg'a qo'ygan va Gollandiya hukumatidan bu jihatda tashabbuskorlik bilan ish qilishini talab qilgan. Parlamentdagi har qaysi siyosiy partiyalar topshirgan qonun loyihasida shirkatlarning majburiy əmgik haqida ochiq oshkora bo'lishi va uchurlarni omma bilan o'rtoqlashishi talab qilinadi. Parlament yana bir loyihada ministerning bu masalada Gollandiya shirkatlarini ogohlantirishini va to'qimchilik shirkatlarining Sharqi Turkiston rayonidan ayrilishini talab qilganligini o'ttirg'a qo'ygan. ئامېرىكاكېڭەش پالاتائەزاسى مارشا بىلەن خانىم ياۋروپادا turishliq bir Xitoy hukumat axboroti muxbirining jinsiy haqorat hujumiga uchirgan. Blackburn uni irqchilik bilan ayblab, jinsiy haqorat qilgan Xitoy gazeti muxbiriga Xitoyni Uyg'urlarga'irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini bildirgan. Blackburn 3-dekabr Twitterda Xitoyning 5000 yillik aldamchilik va o'g'irlik tarixi bor. Ba'zi narsalar hargiz o'zgarmaydi ekan deb uchur yo'llagan. Lekin Xitoy gezitining bir yo'silda turishliq Yevropa ishxonasining mas'uli Chen Weihua uning so'ziga inkas yozib Blackburnni haqoratlagan. U Blackburnni irqchi, nodon deb ayblagan va uningga jinsiy haqoratda bo'lgan. Federalist gezitining xabarida bildirishicha, Blackburn xonim buningga qarata bayonot e'lon qilib, Tiananmen maydonidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligigacha Xitoy Kompartiyasi nupus qatliamining mutaxassisi Amerika jinsiyatchi Xitoy kommunist qaroqchilariga bosh egmaydi deb ko'rsatgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi neft shirkiti CNOOC'ni o'z ichiga olgan 4 Xitoy shirkitini Xitoy armiyasi bilan munosabatli turdagi shirkatlar tizimligiga kirgizdi. Buning bilan bu shirkatlarga qaratilgan yoshirin jazoning qonuniy asosi tayyorlandi. Amerikada Tramp hukumati yaqinqi mezgilda Xitoyga qaratgan siyosatida yangi qadamlar bosdi. Xitoy o'zak ishlab chiqaruvchisi CMIC, neft shirkiti CNOOC, Xitoy qurilish texnika shirkiti va Xitoy xalqaro qurilish maslahatchilik shirkiti qaratızimlikkakirgüzdi. Bu qarordan keyin bu shirkatlarning Hong Kong aksiya birjasidagi pay chekida shiddat bilan tuvanlash ko'rilgan. Xitoy armiyasi bilan aloqasi bor shirkatlarning tizimligini Tramp hukumati bu yilning beshida 31 shirkat bilan e'lon qilgan bo'lib, birinchi turkumdagi tizimlikda Huawei, Hangzhou Haykong raqamli texnika shirkati qatorliq shirkatlar bor edi. Gırmaniyada hukumat bir Xitoy shirkitining sun'iy hamroh radar va 5G to'lqin texnikasi bilan shug'ullanadigan Gırmaniya shirkitini sېتىۋېلىشىغا yo'l qo'yмىدى. Gırmaniya axborot agentligining xabariga qaraganda, Gırmaniya hukumati Shimoliy Ren-Vestfaliyaning Kamlin-Ford shahridagi bir shirkatni Xitoy aviatsiya sanoat fan texnika shirkiti qarmog'idagi Adsinoning sېتىۋېلىشini tasdiqlamagan. Sun'iy hamroh radar va 5G to'lqin texnikasi bilan shug'ullanadigan bu shirkat yer sharini kuzatish sun'iy hamrohining zapchastlarini yasab chiqqan va qurol sistemasi uchun yuqori aniqlik bilan ta'minlagan bo'lib, Gırmaniya Davlat Mudofaa Ministrligi uni 400 million yevroga sotib olgan. Gırmaniyaning tashqi savdo va chiqim nizomi hukumatga davlat bexatarligiga tahdid deb qaralsa, chet ellik mablag' solg'uvchilarning Gırmaniya shirkatlarini sېتىۋېلىشىغا aralashish huquqi beradi. Amerika prezidenti Donald Tramp Soomaalىدىكى ئامېرىكائەسكەرلىرىنىڭ ko'p qismini 2021 yilning beshida چېكىنىشكەبۇيرۇدى. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Amerika prezidenti Trampning yo'riqligiga munosabatli yozma bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Prezident Tramp Davlat Mudofaa Ministrligi va Amerika Afrika qo'mondonlik shtabiga 2021 yilning beshida Soomaalىdىكى ko'p qism harbiy xodimlarni qayta o'rlashtirishni buyurdi. Amerikaning Soomaalida taxminan 700 askari borligi bayon qilingan bo'lsa-mu, bexatarlik sababidan chekinish planining tafsiloti oshkorlanmadi.